Odam podammas ekan. Soybiyaga qattan shuncha dug', butun yer sharini gir aylanib, oilaviy bola chaqa bilan aylanib chiqmoqchi ekanlar. Mana shu O'zbekistondan boshlab qaysi davlatlardan o'tasiz? Gir aylanib. Toshkent, Tbilisi, Batumi, Gretsiyaga uchamiz, Afinadan Italiya, Neapolga chiqamiz, keyin Milan orqali Shveysariyadan Parij, Fransiyaga tushamiz, o'tdan Portugaliya, Ispaniya, keyin Amerika Qo'shma Shtatlariga o'tamiz, Nyu-York, Niagara sharsharasi, keyin pastga qarab yuramiz mashinada. Orlando, Miami, keyin bu yoqqa qarab Kaliforniya tarafga qarab yuramiz. Los-Anjelesni u yoqdan chiqib turib, Bu yoqdan через Yaponiya qaytib kelamiz. bu yoqdagi keyin Sharq davlatlari. Qiyinchiliklar ishqilib bo'lmasa, aka, поддержкаdan hozir podpisatsiya tashlab qo'yaman-da, har bitta postingiz, storingizni ko'rib boraman mana. Hozirdan podpisatsiya tashlab qo'ying. Menga juda ham qiziq, nech pul ketadi, qatladan o'tasiz. Tем более oilaviy, ikkita farzandlari, ayollari, Obunachilar hammasi shu qattada qiziq, o'zligini fikrligini bildirsa zo'r bo'ladi. Shunaqa siz mana shu yer sharini gir aylana davlatlarida bo'lgansiz, jigar. Ularga maslahatlaringizni berib turing. Bormagan odamlarga, chetdan kuzatadigan odamlarga ham juda ham qiziq bo'ladi. Shunaqa. Qanaqa bo'lishi. Hozir podpisatsiya tashlab qo'ying. Hozirda ishoning, realni yorib yuboradilar. Siz bilan borib kelgunizcha birga bo'lamiz. Ya'ni kuzatamiz. Oybek aka, profiligini qoldiraman. Hozir tashlab qo'yinglar, yomon qiziq bo'ladi.